Assalomu alaykum parandash qozlari. Jasur fermer o'z kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Mana hozir Andijon qora jo'jalari suv tekin narxlarda bo'lib ketibdi do'stlar. Akamiz mahallamizda aylanib sotib yurishibdi ekan. Dastlabki xizmatlarigacha bor ekan, pulli ekan. Yo'l kironi kelishsalaring, uylaringgacha ob'yomga qarab borib beraveraman deyishyapti do'stlar. Mana bahorda bu jo'jalarga yaqinlashib bo'lmasdi hozir. Optimga nech puldan deyapsiz aka? 18 ming. Ya optimga 18 mingdan borishyapti. Bular 35 kunlik jo'jalar kami. Mana do'stlar, jo'jalar ko'ringlar, mana sifatlarini. Katta jo'jalar, bular 1 oylikdan oshiqdi. Mana shu jo'jalarni optimga 18 ming deyishyapti, donaga 20 mingdan sotishyapti ekan. Nechta desalaring qilib beraveraman deyishyapti do'stlar. Menimcha buni narx bo'lmaydi uncha joyda. Ko'ryapsizlar, YouTube'da, Instagram'da ham mana shu jo'jalarni 35 ming, 40 ming deyishyapti. Ob'yomda 18 ming so'mdan yetkazib olib borib beraman deyishyapti do'stlar. Yo'l kirosini bersalar, yana uylaringgacha chiroyli qilib o'zlarining mashinalarida olib borib berishar ekan. Do'stlar, aloqaga chiqinglar, mana rosa so'raganlar ko'p edi. Mana hozir aynan olib boqadigan vaqt. Mana Andijon qora dedilar, mana optim eng arzon joydan topib qo'ydik do'stlar. Bunaqangi arzoni menimcha yo'q. Ko'ryapsizlar narx-navolarni 30 ming, 35 ming deyishyapti. Jo'jalarda sifatlariga e'tibor beringlar. Mana start yemlar bilan boqilgan. Yaltirab ajoyib bo'lib turibdi do'stlar. Toshkent tomonlarga bo'lsa, yo'l kirosini kelishsalaring, ob'yom olsalaring, akam yetkazib berishadi akamiz. 18 ming so'mdan do'stlar. Pashti to'g'risi yegan ichganini hisoblasangiz ham to'g'ri kelmaydi o'zi aslida, hozirgi vaqtda. Ob'yom katta ekan akamda. O'shani hisobiga yengil sotib yuryapmiz deyishdi. Nechta desalaring qilib berishaverar ekan do'stlar. Manzilimiz Qo'qon shahar. Vodiy bo'ylab ham yetkazib beraman deyishyapti. O'sha yo'l kirosiga xizmatini bersalaring bo'ldi. 18 ming so'mdan ob'yomga. Ob'yom deganda aka eng kami 50 ta bo'lish kerak-da yo 100 ta, to'g'rimi? 50 ta, 100 ta bo'lsa ob'yomga yuraveradi do'stlar. Pochta xizmatini gaplashib Murodjon akamga aloqaga chiqaverasizlar. Hozir nomerlarni ham qoldirib o'taman. Hozir o'zimda joylar bandligi uchun agar bo'lsam o'zim olib qolish niyat bor edi bu jo'jalardan. O'zimda joylarim band, hammasida jo'ja to'la. Hozir mana rosa narxlar tushgan payt do'stlar. Misol yangi ko'rgansizlar, mana shu jo'jalarda 35 ming, 40 minggacha sotildi. Shoshilamiz do'stlar. Shunaqangi Jasur fermer o'z kanali nomidan chiqyapmiz desalaring, kattaroq ob'yom oladiganlar bo'lsa, chegirmalari bor yana ham. Mana shuna qilib laboni moslab olishibdi do'stlar. Aka nomeringizni aytib yuboring. 99li 443 1876. Do'stlar, aloqaga chiqinglar. Mana Andijon qora jo'ja so'ragan juda ham ko'p obunachilarimiz bor edi. Shoshilamiz. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bilan podpiska bosib ketamiz. Sog' bo'linglar.